O'sha sizga aytadilar. 89-bunu Shayx Hazratlarining o'zlari aytib berdilar. Bir kun o'zlaridan alohida bir suhbatlashib o'tirganda so'radim, ustoz, Gorbachov bilan uchrashgan ekansiz haj to'g'risida. Shu suhbatni bir uchrashganingizni aytib bering dedim, aytdilar. O'sha sizda dedilar. 89-yil Moskvaga borsang dedilar, xristianlik diniga, yahudiylik diniga, boshqa dinlarga ancha-muncha erkinlik berilgan ekan. Cherkovlar ochilibdi. Ularni dinni o'rgatadigan maktablar ochilibdi. Lekin biz islom dinimizga hech qanday biror bir sharoit yo'q edi. Shunda sekin Gorbachov bilan uchrashdim sizdan keyin dedilar. Borib turib Gorbachovni bu yerda yosh kattalar bilishadi kim ekanligini. Yoshlarimizga tushunarli bo'lishi uchun hozirgi kunda 15 ta mamlakatning podshosi. O'sha yerda 15 ta respublika bo'lgan. Hozir 15 ta mamlakat bo'lib ketdi. 15 ta davlatning podshosi. Ana endi kimligini tasavvur qilib beringlar. Ana shunday inson bilan Shayx Hazratlari to'g'ri borib uchrashdilar. Aytibdilar Gorbachovga, nima uchun xristianlik diniga erkinlik berildi? Yahudiylik diniga erkinlik berildi? Boshqa dinga erkinlik berildi? Axir biz ham shu Sovet mamlakatining bir bo'lagimiz-u. Nima uchun biz islom dinimizga erkinlik berilmayapti? Gorbachov aytgan ekanlar. Kasbati muftiy debdilar. Men bu haqida ma'lumotim yo'q. Siz yozma ravishda menga bir ma'lumot bering, ko'rib chiqaylik. Kim biror bir narsa deb aytarmiz debdi. Shayx Hazratlar uxlamasdan 16 varaq biz musulmonlarning ahvolimiz to'g'risida ma'lumot yozibdilar. Bizlarga nima kerak ekanligini.